ko'zlarida porlar havas. Ajib davru davron bu, zamon bilan hamnafas. Yangi O'zbekiston bu, o'zgacha havosi ham, malhamu davosi ham, o'zgardi navosi ham. Yangi O'zbekiston bu, o'zgacha havosi ham, malhamu davosi ham, o'zgardi navosi ham. Yangi O'zbekiston bu, tog'u bo'ston bu, tugab bitmas doston bu, eng bag'ri Hindiston bu. Yangi O'zbekiston bu, go'zal tog'u bo'ston bu, tugab bitmas doston bu, eng bag'ri Hindiston bu. Yangi O'zbekiston bu. Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda yangi O'zbekiston iborasi tilga olinmoqda. Avlodi barkamol mani O'zbekistonim, bilginki kelajagi porloqona diyorim. Har doim baland hilpiraydi mani bayrog'im, mani qalbimda sensan, yuragimda sensan. Avlodi barkamol mani O'zbekistonim, bilginki kelajagi porloqona diyorim. Har doim baland hilpiraydi mani bayrog'im, mani qalbimda sensan, yuragimda sensan. Xalqimizning ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-renessans davriga poydevor yaratilmoqda desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Tog'u bo'ston bu, tugab bitmas doston bu,